Sizga hech kim aytmagan tibbiy faktlarni aytishimni xohlaysizmi? Unday bo'lsa ketdik. Hech qaysi tomchi dorilar qon tomiringizni tozalay olmaydi. Tibbiyotda bunday dorilarning o'zi yo'q. Axir qon tomirlaringiz kanalizatsiya quvuri emas. Hamma farzandingizni ham kasalliklarga emlatish shart emas. Faqat eng yaxshi ko'rgan farzandingizni emlatsangiz bo'ldi. Badlar dorilarga qaraganda xavfliroq. Chunki ularni soxtalashtirish oson. Jigarni tozalovchi dorilar bu ortiqcha pulini qayerga sarflashni bilmay yurgan odamlar uchun. Siz sigaret chekasizmi yoki kolbasa yeysizmi? Unisi ham, bunisi ham ziyon. Chunki ikkovi ham rakka olib kelishi mumkinligi isbotlangan. Agar jigaringizda yog'li gepatos aniqlangan bo'lsa, siz davolanishga emas, parhez qilishga shoshiling. Qon bosimingiz 140 dan baland bo'lsa, albatta davolanishingiz shart. Bu sizga bilinadimi, bilinmaydimi bu muhim emas. Shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.